C# haqidagi darsimiz ko'p ishlatilgan kontrollar. 7. Tor ko'rgich. Programmalar jarayonida ba'zida tor betdagi mazmunlarni bevosita programmamizning ichida ko'rsatadigan ehtiyoj tug'ildi. Yoki bo'lmasa biz tor shaklida ba'zi mazmunlarni tayyorlab olib, diskdan uni bevosita ochib ko'rsatadigan ahvollar uchraydi. Bundaq vaqtda, ya'ni programmamizning ichida bu mazmunlar tor shaklida ko'rinadi. Hamda odatda tor mazmunlarini biz tor ko'rgichlar orqali ko'ramiz. Masalan, Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari deganga o'xshash. Hamda bu yerda biz programmada ishlatadigan tor ko'rgich Internet Explorer'ninki yadrosini ishlatadi. Buningki betning ko'rinishi asosan Internet Explorer bilan o'xshash chiqadi. Navoda boshqa yadrodagi tor ko'rgichlarni ishlatmoqchi bo'lsak, masalan, WebKit yadrodagi tor ko'rgichlar uchinchi taraf yasalgan tor ko'rgichlar bor. .NET'da, ya'ni C# ishlatgan kodlari. Uni tordan izlab ishlatsak bo'ladi. Odatda bevosita shu Visual Studio ta'minlangan kontrolni ishlatsak, bu bizning ehtiyojimizdan chiqadi. Biz amaliy misol ko'raylik. Visual Studio'da yangi bir projekt quraylik. Command Controllers 7. Ko'p ishlatilgan kontrollarning 7-si. Tor ko'rgich kontroli ko'p ishlatilgan kontrollarning uchun ta'minlangan. Biz buni tartibga kelib qo'ysak bo'ldi. Buni qo'ygandan keyin bu avtomatik holda butun ekronga, ya'ni bizning ko'znikimizga o'zi to'ldi. Biz buni amaldan qoldirib, xohlagan cho'nglikda qilmoqchi bo'lsak, bu yerdan undockni bossak bo'ldi. Ya'ni kichik holatga keldi yoki bo'lmasa, yana to'ldirsak bo'ldi. Hamda buningda tor bekatni ko'rsatish uchun biz buningga cho'qim tor bekatning adresini bilishimiz kerak. Tor bekatning adresini buningki URL xassasiga beramiz. Masalan, http labchkit.uyg'ur.dev.net. Bu xassani nimadir? Hamda biz buni saqladik, ijro qilib ko'raylik. Mana tor bekat ochildi. Yana biz night asallan bir tor ko'rgichni yasab oldik. Navoda biz to'liq iqtidorli bu tor ko'rgichga ehtiyojli bo'lsak, bu ko'znikimizning ustiga adres qo'ray, tor bet echish knopkasi, yangilash knopkasi deganlarni o'rnatib, ayrim tor ko'rgich yasab olsak bo'ldi. O vaqtda biz adresni ustiga yozib, xohlagan tor bekatni echish maqsadiga yetalaymiz. Biz hozir bevosita tor bekatning adresini buning URL xassasiga yozib, undan keyin tor bekatni ochdik. Navoda tor bekat adresi davomli o'zgarib turadigan yoki ishlatuvchi ehtiyojiga asosan o'zgartib ishlatadigan ishlar bo'lsa, buni kodning ichida buning URL xassasini ma'lum tor bekatga to'g'rilasak, shu tor bekatni ochiladigan holatga aklalaymiz. Bu tor ko'rgich kontroli to'liq iqtidorli. Ya'ni buningki nurg'un xassasilar bor, nurg'un hodisalar bor. Uningdan boshqa tor bekatning ichidagi hodisalarni, ya'ni odatda JavaScript bilan ishlaydigan hodisalarni bevosita buning ichida tutib ishlatgan bo'ldi. Buni ehtiyojga asosan izlanib ko'rib ishlatsanlar bo'ldi. Tor ko'rgich to'g'risidagi mazmunlarimiz tugadi.